Esdan chiqarmang. Qo'yni boqib, semirtirib, keyin so'yishadi. Qiziq ma'lumot. Bilasizmi, AQSh dollari aslida o'ziniki emas. Amerika dollarini Federal Reserve xususiy korxonasidan foizga qarzga oladi. Federal Reservening egalari esa sanoqli bankchi oilalarga borib taqaladi. Ular deyarli butun dunyoning hamma sohalarini nazorat qilishadi. Shu jumladan qimor sanoati, valyuta, kriptovalyuta bozorlarini ham, ya'ni forex, poker, betting kabilar. Va bu ularning asosiy qo'yxonalaridan hisoblanadi. Turli xil chiroyli hayotni sizga ko'rsatishadi. Vasvasaga tushib, bor yo'g'ingizdan ajalib qolib, uni qaytarish harakatida katta qarzga kirib qolganingizni tushunganingizda kech bo'lgan bo'ladi. Ularda sizni boyib ketishingizga ishontirish uchun siz tasavvur qila olmaydigan darajada ko'p usullari bor va bu shubhasiz ishlaydi. Bu yo'nalishlarni chetlab o'ting. Agar kirib qo'ygan bo'lsangiz, foyda yoki zarar bo'lishidan qat'iy nazar chiqib keting va yaqinlarni ham ogohlantiring. Chunki davom ettirsangiz, oxirida baribir yutqizasiz. Ular dunyo urushlarida ikki tarafni moliyalashtiradigan darajada kuchi bor. Sizning pulingizni olib qo'yish esa ular uchun pista chaqishdan ham oson. Vaqtni yo'qotmasdan kasb o'rganing va bu kasbingiz siz qiziqadigan yo'nalish bo'lsin. Keyin bir like emas, duo qilib qo'yarsiz. Men ham olovni o'chirishga harakat qilgan bir chumoli kabi sizni ogohlantirishga urinyapman. Bu videoni tradingga qiziqib turgan tanishingizga yuborib qo'ying.